Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kanalimizning ashaddiy obunachilari, mana bugun biz Yo'ldosh akamizning qo'ralaridan qo'ybaq sirlarini ko'rsatishga harakat qilamiz. Sizlar kanalimizga obuna bo'l, like bosib, kommentariyaga otlarga rahmat yozib qo'ysalaring, sizlarga ko'rsatib o'ramiz. Bugun kunimizga seshanba 2026-yil 3-fevral. Assalomu alaykum Yo'ldosh aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. Bugun qo'ldan kelgancha mana shu qo'ylarni bahslarni ukamizga beramiz, video qilib. Ko'rib, kimgadir manfaat keltirsa, xursand bo'lamiz. Kommentariyada rahmat yozib qo'yinglar. Qo'ydamiz tekstlarga. Hop, Yo'ldosh aka, bu yerda necha bosh qo'y boqyapsiz? Bu yerda endi hozir shu nechtaligini bilmayman. Lekin har bitta qo'ramiz 8 tadan qo'yga moslangan. Ha, moslangan, ha. Buning ichidan buningda 4 dona qoldi, 3 dona qoldi, narigida 4 ta, bunda 4 ta, 5 ta har xil bo'lib ketdi, sotilib ketdi. Ha, qo'y sotaverasiz ham, ha? Qo'yni sotib, Ha, almashtirib, baqib baraklar. Endi mana buni qo'ralarda hozir 8 tadan 9 tadan turibdi. ha, turaveradi bemalol, ha. Qo'ramiz endi necha metr? Bitta qo'ramiz necha metr Yo'ldosh aka? Bu mashi 3,5 metr oshiq. Ha, 3,5 metr oshiq, ha. Aha. Bunaqasiga 2 dan oshiq. Aha, 2 dan oshiqroq, ha. Bunaqasiga 3,5 metr, ha. Har bitta qo'ramiz. Har bitta qo'ramiz. Ha. Bunu shu aytganimda 8 ta 9 ta qo'y sig'averadi. Ha, sig'averar ekan. Men haydam olman 8 ta 9 ta qo'y turibdi ekan. Sotilgani sotilib ketaveradi. Qolgani bunday bo'lib 4 ta 3 ta bo'lib qoladi. Ha, bu sovg'alarimiz sotuvda. Sotuvda bugun keldi, xudo xolasa. Endi ham hashagini endi berdim. Hozir yemini hashagini berdim. Hop, birolar Yo'ldosh aka, yo'qolsam bular sotuvda bo'lsa, narxini ham qo'yib ketaveraylar, yengil qilib. Bo'ldi, narxini ham aytaveramiz obunachilarga. Bularni 5,5 dan narx qo'yamiz. Dastlabkani vodiy bo'ylab qilib beramiz. Yo'ldosh aka, ozna so'rasamchi, shuni sal kelishtirib obunachilaringizga. Sal hozir siz arzon qo'ydingiz o'zi, hamma 6, 6,5, 7 gacha qo'y yotibdi, sariq qo'y bo'lsa deb. Bular Qirg'izistonda qo'y, taga. Qirg'izistondan tushdi. Shu bugun keldi. Yo'ldosh aka, shuni 5 million 500 ming degan bo'lsangiz, 300 ming 300 mingdan tushib bersangiz nima bo'ladi? 5 million 200 mingdan. Telefon qilishsin, tushib beramiz. Dastlabgachi. Dastlabki vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab. Samarqand, Buxorolarga qanaqa bo'ladi? Kelishamiz ularga. Ha, kelishasiz, ha? Ko'proq olishsa, ha, ko'proq bitta ikkita bo'lsa, haligi. ha, bitta ikkita olishsa qanaqa qilib berasiz narxini? Bitta ikkita olishsa, Bular tanlab olsa, ichida mana menga mana qo'y yo'q, Yo'ldosh aka. Jo'natlaringizga narx qancha qo'shiladi oraga, piliz? ko'p qo'shmaymiz biz. Qancha qo'shiladi? 400 ming, 500 ming qo'shiladi-da. Ha, eng yaxshisi bitta tanlab olsa, 5-6 ta olsa, bo'lib olishga olsa, o'sha narxda ketaveradi, ha? Mashq qo'ramiz. Ha, mana mashq qo'ra, shuni olsa, ha? Mashq qo'ramiz. Ajratmasdan. 5,5 mingdan, 5,5 milliondan aytganlarga olib borib beramiz. Endi bundan mana 4 ta kattasini olaman. Nech pul desa, 500 ming, 500 ming, 400 ming, 400 ming qo'shiladi. Sababi bu hammasi bir xil narx bo'lgan-da. Sababi buni kichkinalari menga qolib ketib qoladi. Ketib qoladi. Shu hisobiga 300-400 mingdan qo'shiladi. Bo'ldi. Xo'p. Yo'ldosh aka, endi bu qo'ylarimizni, qo'chqorlarimizni qo'ysak, bularni nimalar berib baqasiz? Bularga yerengaq pres, mosh pres, drabilkadan o'tkazib, vulqon drabilkasini o'tkazib beramiz. Vulqon drabilkalardan, ha? Yaxshimi, qanaqa ishlayapti vulqon drabilkalari? Yaxshi, zo'r. Effekt yaxshi, tavsiya qilasiz obunachilarga. Tavsiya qilamiz. Hop, bularga yemchi qanaqa yem berasiz? Yem Makka bilan kepak beraman. Makka kepak, ha? Ekmahal, Ekmahal, ha. Yashagam shu ertalab kechqurun. Haligi ko'rishyapmiz, oltin gut berishyapti. Nima deysiz shunga siz? Biz beramiz oltin. Oltin gut berasiz, ha? Berdim, yem berish jarayonida bir qoshiq hammasiga soldim. Ha, oltin gut bitta qo'yga bir qoshiq deyishyapti, bir qoshiq berasiz, ha? Kepagiga aralashtirib yaxshilab maydalab beryapmiz, yeyapmiz. Bu qo'ylar qayda qo'ylari? Bular ham Qirg'izdan tushdi. Mana shu ikkala qo'rada. Ha, ikkala qo'rada, ha. Bitta sotilib, Yirik dumbalik qo'ylar ekan. Hoji bolarimiz masalan qurollikka baqamiz. Qulim, ikkita mana shu dumbaligini, ikkita zo'rini jo'natlar desa, ikkitasini ham sotaverasiz. Sotaveraman, bir dona ham sotaveraman. Ha, sotaverasiz. Puli qanchadan bo'ladi? Donaga qancha, optimga qancha qo'yasiz? Optimga olsa 6 milliondan beraman. 6 milliondan. Ha. Tanlab olaman desa 6,5 million. Ha, ulug' mash qo'yingiz dumbasi zo'r ekan, menga yoqib qoldi desa 6,5 million so'm. 6,5. Optimga esa 6 million so'mdan, ha. Buni ham o'sha aytganimdek sababi
katta kichik. Menga bular hammasi bitta keya. Hammasi bir savdo. Qo'ylar joy kichkina emas. Bularda bo'yi qanaqa deysiz, Yo'ldosh aka? Bo'ylari 80 plus. 85 ham chiqsa kerak-ku, 80 plyusga olishaveradi. 80 plusga olishaveradi. Veslari 80 kilo bormi? Bor, 80 kilo osh. 80 kilo bor, ha. Tishlari qanaqa? Endi qo'zidan tish yoryapti ekan, eshakka o'tyapti ekan, ha. Hali qo'zi-da. Hali qo'zi ekan. Xudo xolisa yana shuncha o'zgaradi, ha, bu qo'ylar, xudo xolisa. Bular katta bo'ladi, bular Hindistonning qo'ylari. Xudo xolisa hammasi jonivorlar. Mana dumbalarini qarang. Dumba incha-muncha qo'yda bunaqa dumba bo'lmaydi, obunachilar. Quloqlar ham yaxshi. Quloqlar ham qurvollikka baqqani butun ekan, ha. Xudo xolisa. Haligisi yo'q. Hamma nuqsoni yo'q ekan, xudo xolisa. Hammasini mana shu o'rda 5 ta ekan, hoji bola. Hammasini qurvollikka baqqani zo'r qo'ylar ekan. Hammasi dumbalik, masalan, to'y marosimlarga undan bag'o xudo xolisa baqqani hammasi bo'lurdigan qo'ylar ekan. Bo'pti-da. Mana bu tarafda ham xudo xolisa sog'liq qo'ylarimiz bor ekan, ha, Yo'ldosh aka? Mana yerda ikkita bo'g'ozimiz bor, bu yerda bitta ona bola bor, kashtan. Ona bola zo'r ekanmi? Bola yaxshi. Bola вообще zo'r, garbonos. Mana shuni sotmaysizmi? Qiziqqanlarga. Qiziqqanlarga hammasi. Faqat chiqarib ko'rsatib bermaymizmi shu qo'ylarni, Yo'ldosh aka? Ko'rsatib beraveramiz. Men bularni hammasini sotaman. Ammo narxini arzon qo'yishingiz kerak, Yo'ldosh aka, sindirishingiz kerak-da. O'zi qo'y boqish sirlaridan hozir sotib qochib ketyapti hozir qo'ylari. O'zi sir bo'lyapti o'zi bayda. Baribir boqib bir sotasiz, ha? Hammasi. Hoji akalar mana qo'zini qaranglar. Qo'zini mana bitta yosh bola eplanmayapti mana qo'zini mana. Hozirda mana. Mana bularning qulog'ini qaranglar hoji akalar mana. Mana qo'zini qarang. Yuz. Zotga baqaman deganlarga mana. Mana yuz, mana quloq. Mana dumba razrez. Hozir bunaqa qo'zini qaydan topasiz hoji bola? Mana inasi ham eplab qo'ymaydi buni. Inasi ham Yo'ldosh aka nechta tish buni? Tishi nechta? Buni tishi 6 tish. 6 tish. Yosh, ha, xudo xolisa. Bu 3-bolasimi? Mana inasi qochib qolmaganmi? Bolasi katta bo'lib qolibdi. Yo'q, inasi qochib qolmagan. Hali qochmagan, ha? Qorada turganda. O'zingiz turgan, ha? Qo'chqor yo'q. Boyab turgan, ha, qo'chqor qo'ymagansiz. Haqiqiy kashtanni zo'r kashtan qo'y baqaman deganlarga mana haqiqiy kashtan tozasi ekan qo'y. Yo'ldosh akamda uzunligini ko'rsatingchi qo'ydi. Eniga ko'rsatingchi, eniga. Uzun qo'y ekan, ha? Telefonga sig'mayapti mana. Sig'mayapti. Mana shu unaqamiz uzunligi 1.30 mana. 1.30 dan ham mana ancha uzun ekan qo'y. Mana shu qo'yni taroziga ham tortib ko'rsatib beraveramiz. Qo'zini, ha?